burun to'sqini to'g'irlash operatsiyasi. Bitta etapda ikkita operatsiyani qilamiz. Birinchisi burun to'sqini to'g'irlash, ikkinchisi quloq oldi tug'ma oqmasi. Hozir bu burun to'sig'i qiyshiqligi bor. Mana bu yerda hozir ham to'g'irlab chiqamiz. Mana o'sha switchni olib tashladik. Teridan birga olinadi. Mana kirish qismi va mana oxirgi tog'aga yopishgan qismi. Demak, mana operatsiyani yakunladik. Quloq oldi tug'ma oqmasini plastikasi bu. Ko'rishingiz mumkin. Boya teshikcha bor, o'sha teshikchaning atrofini kesib oldik va mana plastik chop qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin, judayam ideal holatda. Inshaalloh izi qolmaydi va bu operatsiyadan xalos bo'ladi. Mana operatsiyani yakunladik. Bemorimizda ikkita operatsiyani bitta etapda, ya'ni burun to'sig'ini to'g'irlash va quloq oldi tug'ma oqmasi plastikasini bitta etapda bajardik. Mana hozir tugatdik. Alhamdulillah. Bemorimizda burundan erkin nafas oladi va quloq oldi yiringlashi, oqmasidan xalos bo'ldi. Kuningiz xayrli bo'lsin, salomat bo'ling.